9-chi bob. Xudo Nuh va uning o'g'illariga baxt ato qilib, mundoq dedi: Sizlar naslinglarni ko'paytinglar. Urug' avlodinglar butun dunyoga tarqalsin. Yer yuzidagi barliq cho'ng kichik hayvonotlar, uchar qanotlar va beliqlar sizlardan qo'rqib, sizlarning boshqurishinglarda bo'ladi. Burun sizlarga o'zlik uchun ko'ktatlarni berganimdek, endi sizlarga hamma hayvonotlarni beraman. Lekin sizlar qiyni bog' go'shtni hargiz yemanglar. Chunki jon qondadir. Buningdan boshqa qon to'kilish bo'lsa, cho'qim hisob olaman. Har qandoq bir hayvon odam o'ltirsa, uningdanmi hisob olaman. Kimdi kim odam o'ltirsa, unimi o'limga mahkum qilaman. Men odamni o'zimga o'xshaydigan qilib yaratdim. Shuning uchun kimki boshqa bir odamning qinini to'ksa, uning qinimi boshqalar tarafidan to'kiladi. Sizlar naslinglarni ko'paytinglar. Sizlarning urug' avlodinglar butun dunyoni qoplasin. Ondan Xudo Nuh va uning o'g'illariga mundoq dedi: Men endi sizlar va sizlarning urug' avlodinglar bilan hamda yer yuzidagi barliq hayvonotlar, ya'ni sizlar bilan birga kemidan chiqqan har bir uy hayvonlari, yovvoyi hayvonotlar va uchar qanotlar bilan ahda tuzaman. Sizlarga va'da beramanki, butkul jonliqlar hargiz to'pon bilan qayta yo'qotilmaydi. Yer yuzini xarob qiladigan to'pon ikkinchi kamaydi. Men sizlar va barliq jonliqlar bilan mangulik bir ahdini tuzdim. Bu ahdining belgisi osmonda ko'rinadigan Hasan Husandir. Mayli qachon bo'lmasin, yomg'irdan keyin osmondagi bulutlar orasida Hasan Husanni ko'rganimda, o'zimning sizlar va butkul jonliqlar bilan tuzgan ahdimni esimga olaman. To'pon barliq jonliqlarni qayta yo'qotmaydi. Hasan Husanning bulutlar orasida paydo bo'lishi o'zimning sizlar va yer yuzidagi butkul jonliqlar bilan tuzgan mangulik ahdimni esimga keltirdi. Hasan Husan mening barliq jonliqlar bilan tuzgan ahdimning belgisi bo'lsin. Kemidan chiqqan Nuhning o'g'illari Sam, Ham va Yopatlar edi. Dunyoga tarqalgan hamma xalqlar Nuhning bu 3 o'g'lining avlodlaridir. Nuh dehqon bo'lib, uzumzorlik yetishtirgan birinchi kishi edi. Bir qitim u sharob ichib mast bo'lib kelib, kiyim-kechaklarini sevitib, chedirda yotadi. Qanonning otasi bo'lgan Ham otasining qiyp yalang'ochligini ko'rib kelib, bu ishni ikki qarindoshiga oshkorlab qo'ydi. Sam bilan Yopat uchisiga bir uzun chapon yepinchoqlab, chedirning ichiga kaynichi mengib kirib, chaponni otasiga yepib qo'ydi. Ular yuzini oldi tarafga qilib, otasining yalang'och teniga qaramadi. Nuh uyg'onib, kenji o'g'li Hamning qilganlarini bilib, uning o'g'li Qanonga la'nat o'qib, mundoq dedi: Qanonga la'nat yoqqay. U qarindoshlarining eng to'van quli bo'lg'ay. Parvardigor, Sam e'tiqod qilgan Xudo matilangay. Qanonning avlodi Samning avlodiga qul bo'lg'ay. Xudo Yopatni gullab yashnatqay. Uning avlodi Samning avlodi bilan birga inoq yashag'ay. Qanonning avlodi Yopatning avlodiga qul bo'lg'ay. To'pondan keyin Nuh yana 350 yil ömür ko'rdi. U 950 yoshida olamdan o'tdi.